Uyghur Avtonom rayonining sobiq raisi Shuhrat Zakir 2019 yil dekabrda Beyjingda ochilgan bir axborot yig'inida atalmış kasbiy tarbiyalash markazlaridagi o'quvchilarning asosan degidek maktab bitirib bo'lganligini e'lon qilgan va shu chog'da bu vaqtdagi aniqlashtirimiz davomida lagerdagi tutqunlarning ko'p qismi ustidan jazo hukmi chiqarilganligi va ular turayotgan lagerlarning viviskisining almashtirilib turmaga aylantirilganligi, ammo bir qism lagerlarning yanada tarbiyalash markazi nomida mandirilayotganligi oshkorlangan edi. Bir qancha ay avval Uyg'ur elini ziyorat qilib kelgan Washington Post gazetining bir muxbiri Uyg'ur rayonining hech bir yerda lager uchratmaganligini xabar qildi. Biz shundan keyingi aniqlashlarimizda lagerlarning o'rni haqida davomli ma'lumot surishti qildik. Ve Mişa Peso. Ha, bu Payzvat Mişa Saqchxanimi? Ha. Hozir bo'lgan bu navbat qanchani turyapsizlar? Damin ko'jibalikda to'telim bor. İki saqchi, iki şeycan. Hozirmish tarbiyalash markazidan qanchasi vasilmish tavallikda? Qag'avan so'jan bilgan siz so'jan telefon qilam nurni deb ray. Unda chaqirang so'jani. Ve jinoz vardı. Bizmi shu Payzvatdagi misha lagerlarning soni o'rni haqida bir ma'lumot olmoqchidik. Bu sizlarga xabaringiz bormi, yo'qmi? Bilamsizlar, bilmamsizlar? Bilmez. Cevap berilmaydi. Bizden rahberlerden biraz bu sorusunuz buldu. Ya unda siz şu tarbiyalash markazlariga berib boqmadingiz, adam mapamidingiz, o şu tarbiyalash ishlardan hech qanday xabaringiz yo'q degan gap, shundaqmi? Xabarimiz bor. Tafsili ahvollar bunga javob bergidimiz yo'q hozir. Bo'ldimi, telefonni qo'yangamsa, bizlar nima bilan ko'rishimiz? O'tgan hafta o'zini oshkorlashni xohlamagan Payzvat muhojirlardan biri yurtdagi bir lagerda tamoq yetishmaslik ahvoli ko'rilganligi va lager xodimlarining aholilardan yemaklik to'plaganligi haqida uchraganligini inkos qildi. Payzvat qarta telefon ziyoratlarimiz davomida mazkur ochliq voqeasi dalillanmagan bo'lsa-mu, bu bozorlik saqchixona bu Payzvatning. Bizga kelgan bir inkosda shu Payzvatdagi tarbiyalash markazlariga yaqin bu tamoq yetishmayotganligi, shu tamoqni shu aholilardan to'plab olib borayotganligi haqida bir fikr keldi. Qanday shu ishlar sizlar aralashyapsizlar saqchixonada? Hamkorlashyapsizlar shu tamoq to'shadigan? Yo'q, anda ishlig'imni men qilamdiqman. Sizlar ko'ngil bilamidingmi? Bu ahvoldan bir sizlarga ma'lumot bermadimi? Ma tarbiyalash markazlarida tamoq yetishmayotganligi, shu oilalardan tamoq to'playotganligi haqida gap qilmadimi? Endi bizning anda yerda tarbiyalash minlarida unda yetishmaslik avval o'qimagandan biz nima qilmoqda. Endi sizlar lekin Payzvatning Olmabog'dagi yerda bir lagerning hilam mavjudligi oshkorlandi. Shu eng oxirgi timbaga vaqtingiz qachon shu tarbiyalash markaziga? Hozir 3 oydan oshdi deyman. Bag'ingiz shu qaysi tarbiyalash markaziga, qaysiga bordingiz? Qayerdagisiga? Olmaloqqa. Payzvat bozorlik saqchi xodimining oshkorlashicha, u yaqinda bir tutqun oila to'batini mazkur lagerga kirib, lagerdagi oila a'zosi bilan uchrashdi bo'lgan. Sizlar saqchixonada shu kuni qancha kishi bordinglar? Shu oila a'zolarini ko'rishdigina. Men bor, kuchayman. Bu ishga kirgan chig'ingizda siz epbagan kishi bu ekranda ko'rishdimi yoki oila a'zosi bilan yuzlarni ko'rishdimi? Bir mındaylıqı zalının işçiden. Yuzlarni ko'rishdinglar, shundaqmi? Yuzlarni ko'rishdik zalının işçiden. Nurg'una demurdan qatarda. Uning deyishicha, Olmabog'dagi lager Payzvat noya ichidan 10-12 kilometr uzoqlikda ekan. Olmabog' tarbiyalash markazi bilan aralig'i qanchalik bor? Orliqimiz 2,5 kilometr keldi Payzvat bilan. Undaq baş Charbog' yoki Seriqbo'y degan yuzlardan bu noyaning o'tirib to'g'ri kelgan oshmandi. Chiqilib o'tirib kelamo, o'tirib kelganlar bir to'g'ri o'tirgan bir o'ringa o xiljiroq. Xitoyning Tangritog' to'rining 8-avgustdagi bir xabarida Uyg'ur rayonida hozirga qadar 1,932,000 odam qitim kasbiy tarbiyalash ib berilganligi va 1,500,000 dan iborat yillik planning 128% o'rindirilib bo'lganligi ilgari surilgan. Xabarda yana hozirga qadar 300,800 emgakchi ishga o'rnashtirilib, yillik ishga o'rnashtirish planining 65% o'rindirilib bo'lganligi bayon qilingan. Mazkur xodim Olmabog'dagi lagerda qancha kishi borligi va qanday boshqarilayotganligi haqida ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, bu markazdagi atalmish o'quvchilarning uyga qayta olmaydiganligi va uningga bir qancha eshikdan o'tib kirildiganligini bayon qilish orqali bu markazning Xitoyning mazkur xabarida padazligandek kasb hunar o'rgatilgan joy emasligi, aksincha bir jazo lageri ekanligini dalilladi. Qancha bino ekan shu Olmabog' tarbiyalash markazida siz borgan vaqtingizda binodan qaysi ekan? Bilmadim. Men onun tafsili qalmabdim. Darvozadan bir suamka, bir qancha darvoza suamka. Bir qancha darvoza var ekan. Nech ko'molidan chiqib vaga o aniq sanini deb bilmayman. U yana bu lagerda Xitoy tili va siyosiy o'rganish ilib berilganligini ta'kidladi.
Nima günüptü? Devlet tilini günüptü, siyasi ögünüşü günüptü. Unadılar. Şunu degenge o'xshaydi. Mazkur xodim ilgirimi bu lagerga tutqunlarni elib kelganligini bayon qilish bilan birlikda lagerning ichki konkret ahvollari haqida o'zlariga ma'lumot berilmaydiganligini, ya'ni o'zlaridan sir tutiladiganligini eskartdi. Abdekün bulavat karşına antılardaki anne ma özümüzün olup bulavat karşına anlaşıldaki tepsiri bilemeyiz. İlgirki aniqlashlarimizda turma va lagerdagilarning oilasi bilan kanit ishxonasi yoki adliya idorasida ekran orqali ko'rishtirilganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur xodim qandaq bir zaruriyat bilan bu qatim tutqun oil tabobatini lagerda yuz ko'rishtirganligi haqida ma'lumot bermadi. O'tgan oylik aniqlashlarimizda Maralbeshning Noya bozor ichida va Korli shahrining Koni bozor degan yerda birdan lager borligi dalillangan edi.